60. Hünərvəllər bilan bo'ladigan munosabat haqida. Yana bir tabaqa hünərvəllərdir. O'zining yashashi uchun hunar qiladi. Bularmi sana kerakli kishilardir. Bularni yaqin tut, foydasi tegadi ay botir. To'mirchi, mo'zduz va naqqosh, ya'ni o'ymikor, yoki sirchi, bezakchi, ya'ni rassom va o'qiyotchi. Bu dunyoning zinnati ana shular bilan bo'ladi. Jahonda hayron qolarliq ishlarni shular qiladi. Bu xil hunarvallar nihoyat ko'p. Hammasini sanasa so'z uzraydi. Qolganlarini o'zing tasavvur qil, men so'zimni uzay. Bular bilanmi qetilib orlashib yur. Ularni xushal qil, o'zingni xushal yasha. Ishingni qilsa, ish haqini vaqtida bergin. Yegizgin, ishkuzgin, osh tomoqini kang qil. Xalq orasida seni yomon otliq qilmasin. Nomingni bulg'imisin, buningga bak diqqat qil. Bilimlik, pok, xalqqa mehribon, ko'ngli tuz kishi bak yaxshi aytgan. Yashashni la orzu qilma, yaxshi nom qoldirishni orzu qil. Ömrda yaxshi nom qoldirish kerak, buni bil. Sen oxir o'lasan, noming qoladi. Noming yaxshi bo'lsa, ömring shirin bo'ladi. Kimning nomi yomonlik bilan buzilsa, uning uchun tirik turmagan yaxshiroq. Tiriklik sen uchun sarmoyadir, yaxshi nom chiqarishni tila. Nomingni yomon qilma, mangu yaxshi qil. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.